Taza maşın aldınız. Keyingi işlerini aytib o'tamiz. Keyingi işlere ne giradi? Taza maşından keyin обязательный o'zingizga moslab yurishingiz uchun hozirgi issiq kunlarda eng kerak narsa nima bilasizlar-ku? Tonirovka kerak bo'ladi. Sonsiz zashta, salon laminatsiya ishlari hammasi bir yerda bitadi, avtomobil 111 da bitadi. Bunga biza polniy ham yerni tonirovkalashyapmiz, sonsiz zashta ishlayapmiz. Hammasi polniy standartdan o'tadigan eng asl ishlab berganmiz. Keyin milliy mashinalarda, elektromobillarda tezlikni mashina haydab o'tirgan egasi 1000 qoladi. Shunga qarshi antiradar qo'yish kerak. Antiradar hozirgi kundagi eng kuchlisi. Uchoqqa qarshi eng kuchli bo'lib turgan Neolan Xscope 8800 Wi-Fi Black'ni avtokol versiyasini taklif etamiz. Biza bu model bilan Neolan firma bilan 9 yildan beri hamma birga ishlab keltiramiz. Bizani shu vaqtgacha uyaltirmadi. Hamma narsasini, proshekkilarni, nastroykalarni o'zimiz tuzib beramiz. Keyin esa Kurgoy tonirovkalarni o'zimiz polniy dokumentatsiyalarini olib beramiz. 1 yil davomida hazatib quyoshga qarshi hazar yurisizlar. Xohlasanglar, shu hamma aytilgan ishlarni bizada nasl savdodan chiqarib beramiz. Xullas, mashinani kuzatinglar, videoni tomosha qilinglar.